Assalamu alaikum. Bütün arkadaşlarımızga barliq vatandaşlar, hammalarning bugungi yakshanbasi xayrli bo'lsin. Şəhər Türkistan Cumhuriyeti Partiyasininki 3-cü qıdımlıq umumi xalq etiştirilgan yığını arqılıq sizlər bilan görüşkənligimizdən xursandmiz. Bütün dünyanınki siyasətinin özgürlük əgişib olubmu Xitayğa həm Xitay Kompartiyası bolğan həm siyasi qarşınınki 180 gradus özgürlük əgişib bizningki neçə milyon olan qeyridaşlarımızdaki Xitay kəmplərdə, türmələrdə qeydilib qamaşda bir vaxtda qanda qalğan vaxtımızda bizning davarımızı texnik bir baldaq xalqaranınki üstügərək çıxalaydigan həm qanda qılğanda maşında bir siyasi muhitdən faydalanıb özümüzün erkinligi, müstəqilligimizni qo'lga keltirish uchun bir kurash qilaydigan, tirishadigan bizni bilish uchun uzluksiz izlashimizga, uzluksiz o'rganishimizga hem fırsatını qanday qilib chang tutishga, undan foydalanishga tirishimizga duch kelyapmiz. Shunday bir kunlarda Sharq Turkiston Cumhuriyet Partiyasininki hozirgi raisi Najmiddin Sherif afandim o'zininki bugunga asosan ham tarixiy va bugungi nazar solg'anda bizga o'zi bilgan narsani o'rgatmoqchi. Najmiddin Sherif afandimni taklif qilsak. Assalamu alaikum. Bugünkü ilişkimizin sözleydiğin temisi dünyaya meşhur 10 askeri kullanmadan ve başkalarına nazardan Şərq Türkistan'ın müstakilliği nazar diyen temini buldu. İlişkiyene başlap kessek buldu. Slaytını koysak. Biz oturup koygan nokta ve ben bugün sözlemekçi olan temininki asas merkezi noktası yeni muşuya teşkilleniş. Muşu hazır seltürüp çıkıdı. Amerika'nınki ketken prezidentinin Angliya'na baş vezirinin bir neçe sözleri varken ulanıkin ayrım hep kuşunu kaldım. Amerika'nın konu 30. yıllık prezidenti Calvin Collin'ninki meşhur gapları varken teşkilleniş hakkında. Bunun ben 6 abzat sözüne Müş təşkiliniz deyən sözünü ifadələş muvafiq elədi deyib qardım. Onun başqa Angliyanınki birisindəydiğən bir konu baş vəzir varkən, Yahudi qanıdım boğan. Bunun məşhur bir gibi varkən, hər bir fuqra, bir topudancısı veya ki göç uvuğu, siyasi partiya bu göç uvaqlardan faydalanıb kolbasa yasab yolunu qoyub birdi o deydiğən məşhur gibi varkən. Hem de Amerika'nın 30. prezidenti Calvin Collin'nin məşhur gəplerde siyasi aktiflik ve katlanış kızgınlığı bir milletin takdirini belgileydi o. Vergan meşhur bir sözü varken. Yani onun başka bir teşkilleniş siyasi güçünü berpa kılış jaryanıdır. Eğer canlı halkın ağırda bir cesaretimiz olmasa, bizden arzularımız herkesin bir güçe aylanmaydı. Yani formülası varken. Onun başka yine bir milletin siyasi hukukunun öz koldu bulmaslığı ve bu milletin bu hukukunu kol geliş için tırışmaslığı bir cinayettir. Yani onun kulakla cinayet devamlışı varsa bir adetke hatta medeniyetke aylanıdı o da. Ancak bizim 300 yıllık siyasi hukuksuzluk ceryanımız bizde siyasi hukuk intilmesini bizden medeniyetimizin bir kısmı aylandırıp etti mi yok. Yeni teşkillenmesini paçpırat hem adam özünün şahsi gamını kılıp vatanının gamını kılıdığan kolektifinin kat götürüşünün gamını kılıdığan bunda bir adetini milletin medeniyetinin sırtını kaldırıp koyduk mu yok. Cinayet devamlışı varsa bir adetke hatta medeniyetke aylanıdı. Fakat teşkillengen kişiler tipla özlüksüz netice kazanalaydı o. Diyen fikrini oturup koyuptu. Bu fikirinin barlık merkezi yani barlık kat götürüş hareketlerinin birinci kademi teşkilleniş. Yani milletin okşumgan teşkili gruplar bilen barlık milletin azalarının özünün siyasi gruplarını barlık keltürüşü. Ondan bu siyasi grupların yeni başka teşkilini şekli arkalık özünün müstakil devleti için kreş kılalaygan bir grupunu barlık keltürüşü. Ondan o grupının başka yeni dünyadaki eski taşkı kişiler bilen birleşip yeni özünün texmi çoğun grupunu barlık keltirişi, umumen özümüzün devlet kuruş stratejik fayda koyan barç gruplar bilen birleşeleydiğen ve teşkilinleydiğen bir planının buluşu bu barlık muvaffakatının birinci kadımız aldığın katım devletler kandak kat götürdüğün liklerin bu doğruluk totaldı. Aslında ama Amerika'nın prezidenti John Kerry'nin resim bilen yeni bir bet var. Kersek. İyi ki Bu Calvin Collin'nin bir gibi varken bir top yavay kişiler bilen
ularni bo'ysundirgan odamlarning tub farqi ularning tashkillanish sifatidir deydi. Mag'lub bo'lgan millatlar bilan g'olib millatlarning tub farqi ularning tashkillanish tutgan pozitsiyasidandir deydi. Önümlük bir siyasi aparat çıkım siyasi partiyalarning ma'rif ve saylan raqobati jarayoniga ehtiyojli bo'ladi. Eğer partiya bo'lmasa parlament bo'lmaydi. Parlament bo'lmasa biz podshohlik davriga qaytib ketgan bo'lamiz. Bu endi gerçi o'zining bir mustaqil davlati bor bir davlatning prezidenti bo'lsa-mu, siyosiy partiyaning rol haqida mushuni ko'rsatdi. Undan keyingi gaplarda biz hozir yana dunyoga mashhur harbiy qo'llanmalarning ichidagi bir necha tallanmalar bilan leksiyamizga kirib ketsak bo'ldi. Keyingi bet ko'rsak. Men izchil har bir aylan mukammallikning bir parchasi. Biz hammamiz tashkillangan vaqtda ondan cho'ng natijalarni barliq keltiraylik deymiz. Shaxs nuqtasidan o'ltirgan har birimiz va har bir Uyg'ur odatli bir odam bizning qo'limizda cho'ng ish kelmaydi. Ammo biz birlashgan, bir tashkillangan, biz 100 odamga, 1000 odamga, 10 ming odamga aylangan vaqtimizda biz bir siyosiy kuchga aylanamiz. Şuna Uyg'urlarning barliq qadimida mayli mening qanday bo'lishimdan va yoki boshqalarning qanday bo'lishidan qat'iy nazar biz deyotgan bu formulaga qarash kerak. Agar men deyotgan bu formula mening tufayli olqishga erishamayotgan bo'lsa, bu formulaning to'g'riligini rad qilib taqinlasizlar. Ya'ni dunyodagi millatlar o'zining hokimiyatini qanday barliq keltiryapti, dunyodagi millatlar o'zining ozodligi va o'zining qadr qimmatini ko'tarish uchun qanday harakat qilyapti. Ya'ni bu yerda bu stratejiya nomli kitobni yozgan bir necha so'zdan boshlashni to'g'ri ko'rdik. Faqat tashkillangan kishilarning kuchi hisoblanadi. Tashkillanish madaniyatga aylangan bir to'plam nishon, strategiya, sistema va programmani ishga oshira oladi. Agar tashkillanish bo'lmasa bir to'plamda uning hech qanday plan va strategiya bo'lishi mumkin emas. Chunki bu strategiya nomli kitobdan obdan gaplar ekan, ya'ni tashkillanmagan qimmat qarash pozitsiya deydi. Bu faqat bir pozitsiya. Bu pozitsiya navada tashkillangan kishilar to'pining qo'llashiga erishmasa, har qanday bir vatanparvarlik, har qanday bir fidokorlikmi umidsizlikka, yakkilikka, oqibat harakatsizlikka va uning oxirida ichinishli bir mag'lubiyatga boshlab ipardi insonlarni. Ammo tashkillangandan keyin tashkillangan qimmat qarash o bir kuch. O bir strategiya o. Strategiyaning davomida bu yerda sistema barliq keldi, kuch barliq keldi va imkoniyatni yaratdi bu uni. Agar bizning qimmat qarashimiz, bizning vatanparvarligimiz bizni tashkillanishga olib kelinmasa, u holda bizda hech qanday imkoniyatni yig'ilish mumkin emas. Shuni biz ko'z oldimizda yuz berish imkoniyati olan barliq imkoniyatlarimiz va fursatlarimizni cho'qim yüzünümüz deykenimiz imkaniyetimizni yetişçe özümüz yaxshi ko'rgan odamlar bilan, özümüz ishongan odamlar bilan, özümüz qaylıgan odamlar bilan tashkillanishimiz kerak. Tashkillanishdan boshqa hech qanday masala bizning masalamizni hal qilmaydi. Navbatda Xitoylar eng qo'rqgan narsamiz Uyg'urlarning tashkillanishi. Xitoylar eng ig'ir olgan narsa Uyg'urlarning tashkilot qurish deb vatanda. U yolg'iz so'zlayotgan odamdan, yolg'iz vatanparvardan dunyoni hech qanday tahdid qilmaydi. Gap ularning to'plamiga aylanishida. Bu yerda men har bir Uyg'urdan o'zimizning vijdoniga bir savol qo'yib taqishni so'rayman, keyingi betga o'tsak bo'ldi. Vatanim 100 kilo alamdim. O'zimizdan so'rab baqsaq bo'ldi buni. İmkaniyetimden hammani ishlatdimmi? Mustaqillik uchun nima qilib beralayman? Iqtidorimni o'stirishim muhimmi? Mustaqillik uchun nima qilib baqdim hozirga qadar? Buning javobini berib baqsak, vatanga 100 kelamamdim. Har bir Uyg'ur vatanga 100 kelamamdi o'zini so'rab baqish kerak bu masalani. Mencha 99% Uyg'ur vatanga 100 kelanmaydi. Vatanni zulmatgan zulmni tasvirlashga odamning nomusi keladi hozir. Mening bu yer qaytadan qarindoshlarimizni vatanparvarlik urg'utish uchun bosim uyushtirayotgan qarindoshlarimiz, turmlarda qiynalayotgan vatanparvarlarning ahvolini so'zlab o'tirishning o'rni yo'q. Hech kim maqsadga emas bu masalalar. Ammo shunchalar ahvol yuz beryapsa, biz birishib qolmasin deb hech qanday siyosiy faoliyatga qatnashmay, hech qanday tashkiliy qurilishga qatnashmay, bir-birimizning aybini ko'lab, o'zimiz bir formulani o'tirib qo'ymay va o'tirib qo'yilgan formulaning ayblarini o'tirib chiqarib qarab o'tiribmiz. Anda bizning yo'limiz bo'lmagan bo'lsa va yoki bizda vatgan tashkillanish, bizda vatgan siyosiy partiyalar bizning masalamizni hal qilish yo'li bo'lsa, yo'l qani. Bir yo'lni xato deyishning yo'li to'g'ri yo'lni o'tirib qo'yish kerak. To'g'ri yo'lni o'tirib qo'ymay turib, boy yo'lni inkor qilish masalaning yo'li emas hargiz. Navbatdagi ahvolimiz va bizning yakka tarqoq poch altimizni davomlashtirish bizning masalamizni hal qilmaydi. Yana bir savol, imkoniyatimni hammani ishlatdimmi? Men yana 99% Uyg'ur o'zining imkoniyatini ishlatmadi.
Qani mush bir 2020 yilning ichida vatanning mustaqillik uchun qanchalik odam pul xarjlab boqdi yoki qancha pul xarjladi? Vaqtini sarf qildimi, qanchalik vaqt sarf qildi? Ondan mustaqillik uchun nima qilib oldin qatimlik hikoyalarimizda mustaqillik uchun nima qilib berolmaydigan vaqtda oddiysi mustaqillik savdosining kaynida turish, mustaqillik maydalangan maqola temalarni taqib va uning yurak berishdan tortib, mustaqillikni talab qilayotgan har qaysi tashkilotlarning odam soni sifatida ularga a'zolik topshirish, ularga a'zo bo'lish mayli u menga va yoki kimga qarshi bo'lishdan qat'iy nazar, hatto menga o't tashkilotlar bo'lsin mayli, chuqur mustaqillikni talab qilgan tashkilotlarning birasining kaynida shuning quvvat berishni, shuning madad berishni har bir aylanning qila oladigan aqlli ishi deb qarab. Hech bo'lmagan chog'da soniga, hech bo'lmagan chog'da a'zolar, bo'lmagan chog'da shu o'zimiz tava deb qarayotgan, mustaqillik uchun kurash qilyapti deb qaragan shu bir tashkilotning ommaviy ta'siriga va uning kuchlanishiga to'p qo'sha olamiz har bir Uyg'ur. Ondan yana bir muhim savol va biz siz ta'kidlayotgan iqtidorimizni o'stirish muhim. Ya'ni biz vatanparvarlik darsini o'rganishimiz va o'zimiz turayotgan rayondagi o'zimizning imkoniyatini ish qilish iqtidorimizni o'stirishimiz, bizning vaqtimizning unumli foydalanishimiz va har qaysi guruhlar bilan o'zimizning tava bo'lgan mustaqillikni talab qilgan har qaysi tashkilotlar bilan bo'lgan hamkorlik munosabatimiz va uning qo'shgan kuchimiz biz rozi bo'lgan darajada ketyapmiz. Ondan oxirgi so'raydiganimiz yana men hozirga qadar mustaqilligimiz uchun nima qilib baxtimiz va uning qo'shgan a'zo bo'ldimmi, pul qasdimmi, jon pila qilib baxtimmi. Men tunji qadam liksiyamda tilga olgan bir tal toshni ko'tarolmaydiganligimizni bilish uchun biz o toshni injiqlab yiqishimiz kerak avval. Onu ko'tarolmagandan keyin, men bunchalik jafo tortdim, bunchalik injiqlab baxtim, ammo toshni ko'tarish kuchim yetmadi deb hukmni chiqarsak bo'ladi. Ammo hozir biz toshni ko'tarib baxmadik. 99% Uyg'ur tak mustaqillik uchun hech qilib baxmadik. Shuning bizning mustaqil bo'la oladigan, bo'la olmaydiganligimizga har kimning baho berish salohiyati qo'shmaydi. İkinci kuvvet gösterek. Siyasi partinin rolü degan kitaptan elingan bir neçe kıstartımı mezmun bu. Siyasi partiye bundak bir neçe basqıçını ötürdü deydi. Yani birincisi fikir turg'uzish. Siyasi partiye fikrinin teşkillenişi, fikrinin küçük aylanish jarayoni. Yani fikrinin toplanish jarayoni. Ayrım adamların oylayotgan fikirlerininki ortak fikirdaşlarının bir ara kelişi bilen küçük aylanish jarayoni yani. İkincisi kölam şekillendirish siyasi partiyenin yine bir kadimi. Partiyenin kölümü partiye teşebbüs kılıvatkan siyasi qarashning ammiy vatasını ko'rsatdi. Eğer mustaqillikni talab qilgan bir siyasi partiyenin a'zosi 1000 bo'lsa, dunyoga bergan signalimiz Uyg'urlar mustaqillikni talab qilgan 1000 odam bor deganini bildirdi. Eğer bu partinin a'zosi 10 ming 20 ming bo'lsa va yoki mushtaq partiyadan 5-10 bo'lib, har bir partiyaning 10 ming 20 ming a'zosi bo'lsa, o chog'da biz dunyoda Uyg'urlarning mustaqillikni talab qilgan bunchalik siyasi partiyasi borki, bu siyasi partiyaning har birisining kendi bunchalik odam borki, demak Uyg'urlarning ko'p qismi mustaqillikni xohlaydi degan bir signalni bera olamiz. Ondan üçüncü jarayon yani son va sifatni barliqqa keltirish jarayoni. Sonni va sifatni o'stirish jarayoni. Yani bu bir formula bu tashkillanish jarayonida son sifatni asosiga qiladi. Sifat sonning qimmatini oshirdi. Yani bunday aytgan chog'da partiya a'zolarining soni bilan partiya a'zolarining sifati o'zaro ko'payadigan ahvolda bo'ladi. Yani bir sifatli a'zo bilan bir songa ayrıladigan ikki a'zo birga kelgan vaqtda bularning qimmati aslindi degan gap. So'nashqa yana bir muhim bosqich qurilma turg'ish bosqichi ekan, ya'ni iqtidorni asos qilgan sig'dirishdan bir qurilma barpo qilish. Sig'dirishdan qurilmaning nimaga qildi oldin qildik so'zlab o'tdik. Her qanday bir toplumning muvaffaqiyatining formulasi, ya'ni mush iqtidorni asos qilgan sig'dirishdan bir qurilma barpo bo'lish ekan. Ondan a'zolarning funksiyasi yana plan, ijro, doklad funksiyasining turg'izilishi. Bu har qanday bir tashkiliy qurilmaning ratlanishini va o tashkilotning bunday aytgan sistemlashishiningki oldingi shartlaridan biri. Ondan eng oxirida bir turkum aktivlarning sistemlashishi, ya'ni yolg'iz bir tal najmidan bir tal firqatlar emas, bir turkum odamlar o'rtaq nishon plan bilan harakatlanganda, mayli mening kamchiligim bilan men mag'lub bo'lib ketay, mayli sizning kamchiligingizdan siz mag'lub bo'lib ketang, ammo biz sistemimiz to'g'ri bo'lsa, bizning va sizning xatoligimiz tufayli biz o'tirib qolgan plan mag'lub bo'lmaydi degan. So'ng buni shaxsning planidan va shaxsning idisidan ko'pchilikning planiga va ko'pchilikning idisiga aylantirayotgan vaqtda men o'lib ketgan taqdirdami, men xatolashgan taqdirda bu sistem meni berdi. Xuddi Yevropa, Amerikadagi necha yuz yillik siyosiy partiyalarga o'xshash, bu partiyalar o'zining nishonida meni berdi. Yevropadagi, Amerikadagi nurg'un partiyalarning ahvolini ko'ryapmiz, partiya rahbarlarining, hatto davlat rahbarlarining ahvolini ko'ryapmiz. Amerikada odamlarning o'tgan xatolik tufayli davlat mag'lub bo'lmadi. Odamlar xatolashdi, uni yangi sistema, yangi odamni keltirib meni berdi.
Çünkü bizim barlıq keltirdiğimiz bir sistemi bo'lgan vaqtda bizning har qanday bir kamchiligimiz va yoki bizning xatoligimiz biz o'tirib qo'ygan planni mag'lubiyatini saqlab qoladi. Çünkü bu biz tug'izmoqchi bo'lgan masala bu siyosiy partiyaning boshqa an'anaviy tashkilotlar bilan bo'lgan yana bir cho'ng farqidir. İkinci bet görsek tashkillanish haqida degan bir qator so'zlar varken yani birinchisi tashkillanish kuchning aslinishidir. Biz bu yerda deb ketdik. 4 odam tashkillangan vaqtida bular tashkillanmagan 8 odamni yengalaydi degan gap. Biz bunda tarixni dunyoninki tarixidagi nurg'un misollardan ko'ra olamiz. Afrikadagi yav odamlarning misoldan boshqa hatto bir top yavukali hujum qilishda birlashgan yo'lboshlarning, birlashgan shirlarning va yakka hujum qilgan shirlarning oqibatini qanday qilganligini ham odatdagi dunyoda ko'ra olamiz. Tashkillanish har bir shaxs va butun jamiyatning odatdagi va orqaliq paytlardagi masala hal qilish iqtidorini aslab beradi. Bir top odamning masala hal qilish iqtidori har qachon yakka odamning masala hal qilish iqtidorini yuqori bo'ladi. Şu Xitaylarning nəhayət məşhur bir gap var. 3 qapaqlaş mozdoz bir jugalyanı yenidu deydi. Şuna təşkillik iş qilishning qimmatini bütün dünya tunib yetgan bo'lgan, navbatda bütün dünyada shaxslarga cho'qinadigan, shaxslarni boshqa chiqargan bir ishdan demokratiya orqali ko'p odamlarga huquq taqsim qiladigan, ko'pning aqlidan o'rtaq foydalanadigan parlament orqali qaraydigan bu sistema dunyoda moda bo'lib turibdi. Siyosiy partiya mushu shaxsga yuklanib qolgan siyosiy mas'uliyatni bir top odamning o'rtaq mas'uliyatiga aylantirishni harakat qilgan bir qilim. Yeni bir jihatdan aytganda tashkillanish, ratlanish nurg'un qarindoshlar masalan birislar masalan bir top chaqmoqni yoki bir top shaklni deylik, ya'niki bekat o'rinda biz bir quti saqlagan vaqtimizda navbat biz qalaymi qoldi tashlab 5 dollar narsa bilan bu quti tuzishi mumkin. Ammo biz ratliganda chu desak, biz ratliganda texim ko'p narsa qotirdi bunga. Mesela rəqlik holatdagi 100 tal chiqmoqdan patgan bir tal ko'ribga biz chaqmoqlarni rasmi qo'ygan vaqtimizda vaqtga qolsa 70 tal chaqmoqlarni patiramasligimiz mumkin. Mana bu tashkillanish bilan tashkillanmasning sistem jihatdagi va sig'dirishchanlik farqi bu. Chunki jismlar ratlanganda o'xshash sig'imda ko'p narsani qachirg'i bo'ldi. Ya'ni ratlangan 100 tani chaqmoqning eg'irligi haqiqatan ratlanmagan bir ko'rib chaqmoqning eg'irligidan va sonidan ko'p bo'ladi. Yeni bir ratlangan vaqtda sig'imchanlikni zishqini sifatla oshira olamiz degan gap. Ondan yeni bir jihatdan aytganda tashkillanishni bir madaniyat debdi. Tashkillanish bir millatning madaniyatiga aylangan vaqtda bir sistemaning va bir kuchning borligiga jarayoniga shohid bo'ldik. Biz necha yuzlab siyosiy huquqdan mahrum qoldik dunyoda. Dal shunday qo'g'ashqa dunyodagi millatlarning ichida eng bo'zak, eng xor bir millatga aylanib qoldik desak bo'ladi. Ama ahirgi bir sözümüz yani insanlar tashkillanishni bilganlikdan hayot zanjirining eng yuqori pallasida tura olgan degan bir formula ekan. Yani insanlar bir boshqa bo'ysunib atrofiga uyushib 5 odam, 10 odam, 50 odam, 500 odam birlashib harakat qila oladigan bo'lg'achqa hayvonlarning ustidan g'olib keladigan barliq yemak zanjirining eng ustidan o'rin olgan. Biz pullarni bo'ysundira oldik, insonlar shirlarni bo'ysundira oldik. Nimishqa? Biz tashkillik, sistemlik, planli harakat qila olgan bo'lganligimiz uchun. Ammo biz navoda tashkillanishni bilmasak, sistemning planini ichiga kirmasak, biz yemak zanjirining ustidan o'rin olmaymiz degan gap. Çünkü bu biz deyotgan tashkillanish, siyosiy partiya qurish, millatning siyosiy kelgusini siyosiy tashkillanish orqali yaratishgan masalalar yolg'iz bu mantava masala emas, balki dunyo tarafidan o'rtaq e'tirof qilingan formulalar. Agar unda bo'lmasa qani o'tirib qo'yib qo'yaylik buni. Endi bizning vatanimizning masalasi bizning tashkillanmaganligimizning masalasi bo'lganlikdan bizning vatanimizga Xitoy tajovuz qilib kirgandan tortib ta hozirga qadar biz uchrayotgan barliq mag'lubiyatlarimizning hammasida biz yanada tashkillanishni o'ngishli qanotay turganligimizni mag'lub bo'lyapmiz. Amaliyotda Xitoyning bizning vatanimizga tajovuz qilishning o'zi bizning mag'lubiyatimizning boshlanishi biz deyotgandek, ya'ni bu Xitoyning bizga urush e'lon qilganligi hisoblandi. Bu nuqtada aytgan chog'da bu vatanning har bir fuqarosi Xitoy bizning vatanimizga tajovuz qilgan kundan boshlab bir askar. Anda olsa biz askar bo'lganga loyiq o'zimizda bir harbiy inson paydo qila oldikmi? Va yoki biz shu beshilingan bir davlatning askari sifatimiz bilan dunyoning harbiy qoidalarini ojiz ahvolda kuchli dushman qanday qarshi turishimiz kerakligini dunyoga mashhur harbiy strategik o'qishlardan foydalanib tadqiq qilmoqchiman.
Keyingi sanığa o'tsak, biz hozir dunyoga mashhur 10 mashhur harbiy qo'llanmaning ichidagi qo'llanmalardan bir qur ko'zga o'tib, o'zimiz muvofiq abzallarni tepib chiqarishimiz. Dünyadaki 10 mashhur harbiy qo'llanma degandeklar, birinchi bo'lib eng ko'na, ta'sirdor, eng keng bo'lgan Sunzining harbiy ishlar dasturi tilg'inim ekan. Ya'ni urush san'ati deb tarjima qilibdi. Miladim 16-asrda yozilgan kitob bilsizlar. Buningdagi bizga doir orqali so'zlarni bunday xulosaga bo'ldi. Ya'ni dushmannimi o'zingni bilganda 100 qatim mudog'alab qilib bo'ladi. Urush tadbirlari haqiqatni yushirish, orini buzish, o'pka quyruq setish, to'plangan tog'acha o'g'irlash, shaharni quruq qoldirish, yolg'on qiynab, yiroq bilan aplashib, yiqim bilan tepish qatorliq choralarni o'tishga oladi. Umuman aytganda, urush san'ati degan gap yemishdin boshqa quruq gap degan gap. Biz so'zni urush san'ati haqida keyingi leksiyalarimizda tafsil to'xtalish mumkin. Bu har bir tadbir bir necha bob mazmun bo'ladi. Bu dunyodagi 10 mashhur urush dasturining birinchi tuzilgan dastur ekan. Ikkinchi o'rinda turdig'ini Kilozovning strategiya, ya'ni urush nazariyasi nomli kitobi. Buningki o'ttirib qo'ygan hamda strategiya degan gapning o'zini hisobda Kilozov degan gapning o'zi germaniyalik bir harbiy olim bu ismning o'zi strategiya gap bilan tanglash sifatida tilganimda dunyoning urush strategiyasi, urush nazariyasi va strategiyasini navbat sistemli qilib qilgan bir odam. Bu odamning nazarida deydi, urush siyosining boshqa bir shaklidan iborat. Ya'ni nurg'un odamlar bizni so'raydi sizlarningki urush qilgan pozitsiyalar qanday, Uyg'urlarning milliy armiyasi bo'lamdi, bo'lmamdi degandek masalalarni davatida biz hozir ko'z oldimizdagi o'zimiz tamomlash tegishli bosqichni tamomlamadik. Yeni ikkinchi bosqichni gapini qilganidek yetmadik. Amaliyotda siyosatning o'zi bir urush, istaksiz bir urush siyosat degan. Ammo siyosatning oxirida cho'qim urush bilan natijalanishini muqarrar. Bunda ahvolida biz avval birinchi bosqichning masalasini yaxshi qilmay turib, ikkinchi bosqichning masalasiga o'tib olsak, xatolashgan bo'ldik qadam bosqich nuqtasidan. Cho'ng qadam bosqichni biz izchil davatimiz urush siyosiy vositalarni tanlamız bo'lmaydigan og'ir tadbiri. Bu Kilozovning ta'biri, ya'ni siyosat urushning murakkab qismidan iborat. Urush siyosatning eng oddiy bir mevasi. Ya'ni urush eng oddiy qismi siyosatning, ammo biz tashkillanish jarayonimiz bizning siyosiy faoliyat bilan shug'ullanish jarayonimiz mana bu eng murakkab narsa. Urush eng avval dushmanning irodasini sindirish kurishdir. Buni yana davomli sharhlaydigan mazmunlar keyin qatim yana uchraydi, keyin batlarda. Her minut urushning tayyorligi ichida bo'lganlar urushni g'alaba qozongan bo'ldi. Ya'ni siz bilan bizga o'xshash tinch yashayotgan har bir fuqaro o'zining har bir minutlik tinchlik vaqtini urushning tayyorligi uchun sarf qilgan vaqtda ondan urush g'alaba qozongan bo'ldi deydi. Ishon Xitoylar nayt mashhur bir gap bor. Askar deganni 100 kun baqsa, bir kun urush tursa deydigan. Amaliyotda 100 yil bekab bir yil urush qilgan ishlar bor. Nurg'un davlatning armiyasi jillab bekor yotadi-da. Urush qilganda taqobil qilish uchun. Amaliyotda har bir tinch yashayotgan Uyg'ur o'zining bir vatani beslangan askar ekanligi nuqtasida o'ziga askar ishni o'ylaydigan bo'lsa, biz urushchi turayotgan bir askar. Shunga bizning o'zimizga harbiy talab qo'yish majburiyatimiz bor. Shunga dushman bilan nurg'un qarindoshlarimiz ko'ramiz, o'q chiqarganda chaqirgan, urush bo'lgan chaqda chaqirgan. Ammo bu yerda Kilozov mushtaq pozitsiyaga qarshi 100 yil burun javobni berib qo'yibdi. Dushman bilan faqat urush maydonida uchrashmayman deydigan siyosat mag'lub bo'lmay qolmaydi. Her bir minut hozirgi vaqtning o'zi ham bizning dushman bilan duch kelayotgan, dushman bilan elishayotgan bir vaqtimiz. Jang vaqtimiz yana hozirgi o'zi. Shunga biz nima to'g'ri, nima xato qatorliq masalalarda bir narsani xato deyishdan burun to'g'risi qanday undaq o'tgan bir savolni izlashimiz kerak-ku. Odam xato bo'lsa masala yo'q, ammo sistem xato bo'lsa odamning to'g'riligi hech qanday masalani belgilamaydi. Shunga biz dunyoda insonlar qanday qilib xatolikdan saqlandi, dunyoda insonlar qanday qilib tashkillanish masalasini hal qildi. Dünyada insanlar qanday qilib o'zining siyosiy kuchini barliq keltirdi va dushmanlarga qarshi kurash qildi. Biz bu formulalardan bir-birlab foydalanmamiz lozim. Bu yerda Kilozovning eng oxirgi bir gapi bor ekan, nayt mashhur gapi. Qo'shinning tashkiliy qurilmasi qurollarning iqtidorida muhim rol o'ynaydi. Ya'ni masalan, qachon qaysi vaqtda qaysi qo'shin harakat etadi veya ki topchi qo'shin qayerda turdi, atli qo'shin qayerda turdi, piyoda qo'shin qachon harakat etadi, havo armiyasi qachon harakat etadi deganda qo'shinlarning tashkillanishi, ularning vaqt bilan bo'lgan farqi qatorliq masalalarni o'rnashtirishning o'zi amaliyotda qurollarning iqtidorida muhim rol o'ynaydi dedi. Mana bu strategiyaning umumiy mazmuni. Ya'ni biz buningdan boshqa mashhur kitoblarning ichida 3-kitop strategiya nazariyasi orliq prinsip to'g'riliq so'zlaymiz keyingi batga. Oldin qatim doktor Lidl Hartningki mashhur kitobi bu. Strategiya nazariyasi, ya'ni orliq prinsipi haqida oldin qilishlarni ko'rgan qarindoshlar esonda bor balki. Har qanday bir kuchli dushmanning ojizlashidan fursat bo'ladi.
her qandaq bir aciz millatning kuchlangan fursati bo'ladi. Agar aciz millat o'zining kuchlangan fursatida küçük milletning acizlik fursatini tepib hujum qila olsa, o'chiqning o'zining mustaqilligini qozona oladi. Masalan, biz oldin qatlam Kosovoning masalasini va yoki İsrailiyaning masalasini, qatorliq masalalarni, hatto Sharq Timurning masalasini tilga olgan bo'ldik. Bu masalalarni hammaga qarab qo'ysak, masalan, yaqin zamondagi Indoneziyaning iqtisodiy krizi tufayli davlatning moliyasi og'ir krizga uchragan mezgilda, ya'ni Hindistonning qattiq ojizlagan mezgilda Sharq Timurlarning eng kuchli bir holatini o'tirib chiqib, o'zining mustaqilligini qo'lga olganligini ko'rdik. Yani Osmanlı Türk İmperiyası acizlab yıkılgan, onun o'rniga Arablar o'zining milliy davlatini qurib qolmagan bir bosqichda, ya'ni dushmanning eng ajizlashgan bir bosqichida Isroilliklar o'zining davlatini qurganligini ko'rdik. Yani onun boshqa Sovet İttifoqining yıkılışı bilan tang barliq kelgan kommunizm lagerining yıkılışidek bunday bir fursatda Bosniyaning, Kosovoning va boshqa davlatlarning o'zining mustaqilligini qo'lga olganligi ham shohid bo'ldi. Şunu düşmanın azlaşkan fırsatın paydalanadigan bu arlık prinsipi göz aldığımız yıkılap kelyapti deb ta'kidlayapmiz. Muş arlıkka, vaqtiyatki muş arlıkka udilkeladigan bir kuchni barpo qilish bizning boshda atılmaydigan chaqirishni biz majburiyatmiz. Biz shuning uchun aldiryapmiz. Bu strategiya degan kitobdan bizga mazmunliq ikkili jumlani ilishni qoldim. Mazmun bak uzrab ketdi. Zurriyat bo'lsa bu to'g'riliq har bir kitobdan bir leksiya tak bir leksiya chiqarsak bo'lar ekan deb o'yladim. Urush bivas prinsip ve arlık prinsip arqılık bulundu. Acizlarının küçükler üstündeki galibisi fakat arlık prinsip arqılık bulundu. Yani bu diyen gap bir kalı bilen uzun muddel ilişkiye bir adamın gücü yetmeydi. Bu qanday qiladi? Kalının uxlab qolgan fursatidan, kalının halab yeyotgan fursatidan, kalının og'rib qolgan fursatidan umuman fursatdan foydalanadi. Biz oldingi leksiyalardan to'xtaldik. So'ng bu to'g'riliq yana inchikilmayli. Tashkillanish sifati barliq planning barliq icranın ve barliq g'alabinin kapaldı. Muşu nesbu çıkargan çağda mesela bir planın, icranın ve g'alabinin kapalı to'g'risida aytgan çağda Uyg'urlarning tashkillanishning qoplanishi yani. Chet eldagi 400 ming Uyg'urning qancha prosenti muayyan bir tashkiliy sistemaga tabi? Ular tashkillandimi? O'zining kuchini muayyan bir kollektiv uchun chiqaryaptimi? Yoki ular muayyan bir siyosiy kollektivga a'zomi? Bu har birimiz o'zimizdan so'raydigan savol dastlab tilda aytganimizdek, keyingi o'tsak. Dünyadaki meşhur uruş eserlerinden tövbetinçisi Jomini. Bu nihayet danlık eser 19. asır yazılan buruşu karmay bugünkü kadar bütün dünya harbiy mekteplerde okuştuğu bir kitap bu mu? Bu kitabın en çok alaylığı bu kitapta diplomatiyanın urushdaki muhim ehemmiyeti hakkında nihayet çoğunkur to'xtalgan bir. Onundan burunki eserlerde asasen özümüz bilen düşmanın oturuşdaki tedbirlerge asas güçünü koygan bolsa bu Jomini en asaslı meselenin aciz ahvalda şu diplomatiyadan umumiylik foydalanish ekanligini qayta ta'kidlagan. Kitap bu to'g'riliq mazmunlarga oid ko'pkan. Qiziquvchilar bo'lsa, talablarga asosan bu to'g'riliq ayrim leksiya qilsakmi bo'ladi. Hamda hozirga qadar bu kitoblarning hech qaysiligida tarjima qilinmabdi mening qarashimcha. Buni Uyg'urlarning umumiylik siyosatdan xoli harbiy ishlardan bexabar bir millat bo'lib qolishning sababi ekan deb o'yladim. Menimcha xalqimiz siyosiy masalalarga, harbiy masalalarga texnik ko'p ko'ngil berishi, tashkillanishning bir millatning hayot mamot ekanligini tushunib yetishi va mushaqqat asarlarni ko'plab o'qish kerak ekan. Keyingi betga o'tsak, nurg'a odamlar yaxshi ko'rmaysizlar, Mavzudon Xitoy. Lekin Mavzudon Xitoyning uzoq suzdigan urush to'g'risida namliq bu asari dunyoga ta'sir ko'rsatgan, dunyoga mashhur 10 harbiy asarning qatoridan o'rin Yani 1938 yılı Türkiye Xitaylar Yapon karşı urushda egri mag'lubiyat ko'rib, sanoat nuqtasidan, harbiy kuch, qurollar sifati va milliy psixik safa qatorliq masalalar nuqtasidan Xitaylar Yaponlarga mag'lub bo'lib ketdi deb qaralayotgan bir sharoit ostida bu Xitoy uzun suzgan urush to'g'risida degan bu mashhur asarni yozib chiqqan. Bu asar nihoyat qisqa, ammo bu asarda o'tirib qo'yilgan ba'zi bir atalg'ular amaliyotda hozirgi zamonaviy dunyodagi urush strategiyasiga munosiblik yangi bir mazmunlarni o'tirib qo'ygan. Ya'ni biz künsünü zorlayotgan ahvalda düşmanın acizlashini kutish, o'zimizni saqlash, tarbiyalanishni kuchaytirish, düşmandan burun herib qolmaslik kerak. Yani har qanday düşman herib qoladi bu deydi, ammo Mavzudon Xitoy bizlar herib qolmasak bu urushda chuqur biz g'alib qolmaymiz. Şu bu urush uzun suziladi. Agar biz herib qolmaydiganlar bo'lsak, chuqur urushni g'alabasini qo'lga keltira olmaymiz degan umum bir formulani o'tirib qo'ygan. Ya'ni g'alaba oxirgi javob kelganligi mansub qilgan bu koni taktikini qayta bir qatam o'tirib qo'ygan bu asar orqali. Gerçi bu hamma adam biladigan bir so'z bo'lsa-mu, Mavzudon buni o'zining amaliyotida ishlatdi va toki Yaponlar urushda mag'lub bo'lib, Ikkinchi dunyo urushida Xitoy Kompartiyasiga fursat kelgan vaqtda ondan o'zining bu o'tirib qo'ygan nazariyasini davlat hokimiyatining tatbiq shartini isbotlab chiqdi.
Yeni bir eser var biz o'tirib qo'ygan va xulosalaydigan Suvorov. Ko'pchiligimiz bilisizlar balki. Bu 19-asrning dasturidagi Rossiyaning dongli generalisimosi. Bu kitobdagi bizga xalqlik masalalarni bu kitobning eng chong alohidaligi yana deb qo'ydiki bu g'olibiyat ilmi, g'alaba qilishning pini ya'ni g'olibiyat ilmi. Bu kitobda tarixdan hozirga qadar birlashgan, tarbiyalangan askarlar har qachon chiqishlanqi va tarbiya shiddat askarlardan g'alaba keldi. Shunga po'latdek inson asad altına g'alabiyat degan gapni shu Suvorov o'tirib qo'yganda ekan, keyin ba'zanlar boshqalarga mansub qilyapti. Ammo buni kitobda o'tirib qo'yilgan gap. Ya'ni bu harbiy intizomning va askarlarga qaratilgan ta'lim tarbiyaning urushda g'alabani belgilagan intan muhim omil ekanligini pek ko'p ta'kidlagan. Shunga mayli Sovet ittifoqi zamonida bo'lsin, hozirgi zamonda bo'lsin, Rossiya armiyasining hozirga qadar bu Suvorovning asarlarini harbiy maktablarda va askarlarga asos o'qitib kelayotganligiga sabab bo'lgan. Ya'ni yuqori sifatli askar ve yuqori sifatli tashkiliy qurilma g'alabaning ochqichi. İntizam g'alabaning ochqichining sifati. Dushmanni chekindirish g'alaba emas. Tinch vaqtning hammani tarbiyalashga sarf qilish ondan g'alaba hisoblanadi. Shunga harbiy ta'lim tarbiyaning rolini qattiq ta'kidlagan yeni askarlarning ta'lim tarbiyasi va askarlarning urush chiqishdan burun qilib berilgan mashq, manevr qatorliqlarini ko'p ta'kidlagan ekan Suvorov. Shunga Suvorov o'tirib qo'ygan nurg'unlagan harbiy tadbirlar hozir qadar butun dunyo harbiy maktablarining asosiy tadqiqot obyekti bo'lib ketdi. Ondan keyin mesela menimcha ancha muhim emas, shundaq bir deb o'tib ketaylik. Yani strategiya nazariyasi Alfred Tayerningki dengizni kontrol qilish dunyoni kontrol qilishga barobar degan nazariyani o'tirib qo'yib, dengiz armiyasining muhimligini o'tirib qo'ygan va shu orqali Angliyaning nimishqa dunyoda shu qadar kuchli davlat bo'lganligini nazariya qilib o'tirib qo'ygan endi bu odam. Bu tamamen iqtisod bilan strategiyadan bo'lgan ish bo'lgandan keyin bizning dengizni kontrol qilgan lug'atimiz va bizning bosqichimiz bo'lmagandan keyin atlab o'tib ketaylik buni. Ondan osmonning huquqi bu muhim asarlarning biri. Endi bu aeroplanning bundan keyingi batga o'tkazsak bo'ldi. Aeroplanning bundan keyingi dunyo urushida o'ynaydigan roli, armiyaning g'alabasida aeroplanning o'ynaydigan rolini o'tirib qo'ygan odam. Bu bizga nisbatan bizning bir butun Uyg'urning yanchilik pulini yig'ib aytganda bir crash aeroplan setibag'idagi ahvolimiz bor yo'q belgili olmaydi. Şun bunun da atlab o'tib ketayli, ammo bilib qo'yish tegishli. Ondan yana bir mashhur asar tankining urush turali alohida gavlandirilgan Friedrich Charles'ninki qalqonli qurish, ya'ni tank nazariyasi, tankining quruqlik armiyaga turali. Ya'ni qandaq bir davlat o'zining o'sha quruqlik armiyasida tank qo'shinini yaxshiroq qildirsa, bundan keyin quruqlik armiya urusida o'z davlat g'alaba qiladigan ko'z qarashni o'tirib qo'ygan. Albatta buningdan birinchi foydalangan Germaniya, ikkinchi Germaniya mush tankisiga tayinib turib, Yevropa quruqligining yerimini degidek bo'ysundigan. Ondan keyin yana bir mashhur asar bor, 10-o'rinda turgan asar deb qo'ydi, ammo uni bir deb qo'yish kerak. Ya'ni Bernard Brodning Tangdashsiz qural. Ya'ni atom bombasiningki bundan keyingi dunyo urushida tinchlik va urushni g'alabasini belgilashga xalqlik rolini o'tirib qo'ygan va bu odam bu kitobni yozib uzun qolmay Yaponiya tashlangan atom bombasi orqali bu kitob isbotlangan. Ammo keyingi qurol-yarog' masalasi haqidagi, ya'ni tanka, aeroplan, paraxod, atom bombasi qatorliqlarni urishtiruv qatorliq masalalar navbat bizning imkoniyatimiz yo'q masalalar deb qarasakmi, ammo umum bir xulosa bu kitoblardan chiqarilgan. Eng oqibatga o'tsak, barliq harbiy nazariyalarning yadrosini biz 5 nuqtadan yig'inchoqlasak bo'ladi ekan. Ya'ni birinchi o'zimizni va boshqalarni kuzatish. So'zni harbiy tadbir bilan elindi bu til, ammo keyingi boshqa kitoblardami bu to'g'riliq takrar o'tirib qo'yildi. Ya'ni biz o'zimiz nima ish qilyapmiz, biz qaysi ahvolda, bizning tashkilimiz, sifatimiz, qilayotgan ishimiz va bizning ahvolimiz qaysi holda, dunyo boshqa millatlarning va dushmanlarimizning o'zimizni kuzatish va ularning tashkillanish ahvoli, tayyorlik ahvoli qaysi holda. Biz dunyo millatlarning siyosiy kurashini qanday qilib berayotganligiga qanday qaraymiz? Ular qaysi saviyada ketyapti, biz qaysi saviyada ketyapmiz? Masalan, taqdirdoshlarimizni qaraymiz. Tibatlar qaysi saviyada qanday ish beryapti, biz qaysi saviyada qanday ish beryapmiz? Tibatlarni ahvolini ko'ryapmiz. Ularning internet institutining Tibatning mustaqilligi uchun boshqa turgan bir aql instituti bor. Tibat fondi 20 million fond xarjlayapti, buni ham bilamiz. Bularning partiyalardan tashkil topgan fondini ko'ryapmiz, partiyaning parlamentini ko'ryapmiz yana. Endi
Nurga adamlar ular Dalai Lama ve Oba Buva deydi. Ama bizim sanımız ve sütümüz umumen Tibetlerin sanı ve sütümüz yukarı. Bunu aldığım katımda tekledim, tüm katımda isteyede. Ama siyasi açıklık, müstakillik boğan iştiyak, mesuliyet, bunların hem siyasetin ben umumen Tibetlerden uygulanan üstünü gördüm. Ama birli meselede, yani teşkilleniş meselesinde biz Tibetlerden aziz kep kaldık. Bunun kandaktı Dalai Lama bilen veya başka meseleler bilen sıkıntı yok. Mesela dağda adamlar kupudu bizim vatanımızda şu dağınık asaretliklerinin meselesi ya ki medeniyet abilerinin meselesiyle vakitte biz şu naat ki bekkelse neticeli koyan imam numaralarını kaşka eğitkanı sanyalayımız. Ama bunu dünyadaki başka medeniyet yarkarlıklarına selişte olmadan bulsa meyli kuruluşun kelime, meyli kuruluşun ticaretini herkes yap. Nim için şunda bizde acaba Rimliklarına barlık keltiken Rim'nin kadimki tiyatroxonasini sağgan o'xshash taşlar veya Ali Ehramga o'xshash taşlar yok mu bizning vatanda? Mesela hazır birisiyle vatanda xabarvala pichanning bütün teginin hammasi toshgan, tog'ini doyiga berib toshni hardab kesib butkul Xitoyning ichki ülkelerindeki qurilish materiallarini bizning vatandan chiqqan tosh ta'minlayapti hozir. Demak, vatanimizda tosh bor ekan, biqinimizda bor ekan bu tosh. Ammo biz bu toshdan foydalanmoqdik yani. Emniyet o'ylab bakın, Mısır'ın Ali Ehram sağgan rayonlarının etrafında taş var mı? Bu taş ne acıraktan ekilindi. Benim bilişimci o El Heyram'ın etrafında xəritədə görüb baxdım, asasen qumluqun oturusunda olur. Ular şu neçə kilometre hatta neçə min kilometre aralığında besbəkən buluş olken o taşlandı. Ama biz özümüzün vətinin bekini tutuğan, biz Tanrıtağını bilimiz, ta Kumuldan tartıp Kaşkağıça, Karkorum tağlarını bilimiz, Kotanın Pütkül tağlarını tartıp, hemiz bütünley taş. Biz demiş şu taşlardan paylı binanı sanmadık. Bu bizim emgekçanlığımız bilen, texmi mühimi, teşkilleniş sütümüz bilen boğan neyse. Çünkü bu kadim Rim'nin binası, kadim Ali Ehram'ın binası diyen mesele yalğız taşlanlı meselesi emez. Yalğız layılık için anlı meselesi emez. Bir Türk'ün, bir top emgekçilerinin teşkillenişini bildiğin hizmet taksimatının üstüge ağan neç olmanın adamının ortak nişan bilen herkesin için neticesi o. Yani bizde aşınak bir kölemlik teşkilleniş bombalığını ispatıp karış mümkün. Bu ahval tarih tüketti, bunun için tekrarlanası bombaylık edilmişler. Yani biz özümüzden dünya baş milletlerden boğan en mühim farkını karsak, kaş, göz, çıray, akıl tamamen okşar. Hatta bayağı da bütünümüzde Tibetlerden universal medeniyet sapası, çeteri çıkardığın gibi bizim siyasetçilerimizin medeniyet ahvali ve belki bizim cesaretimiz, Xitaylardan kutlup geçik boğan iştiyakımız katarlık meselelerde biz Tibetlerden neticesi vicdanlık, vatanperver, sapalık. Ama teşkillenişlik tutkan polisimiz yeterlik bulmalıktan bağırlık Tibet'ten 50-60 bin adam berip loptan sangaylık belet taşılsa bizde 50-60 bin emez 45 bin adam etrafı oyunlaşkan bir adam yok. Bir teşkilat yok. Sonra Uygurlar özünün teşkillenişliği alaydı fevkalade ciddi göz bilen karşı ve men vatanperver de paran bir adam bana karşı oluş neçinci mesele? Bana karşı olsun ama teşkillenişlikte karşı olsun. Çünkü teşkilatın karşısı adam emez. Teşkilatın karşısı teşkilat oluş gerek, partinin karşısı partiye oluş gerek. Eğer ben Hatay göz kararına oturup kuvvetkan olsam, ben karşı adamlar bir partiye olup uyuşup benim hatalarımı tüzüş gerek. Ama taşlap kuş olmaydı bu işin. Biz hayat mamatının bir milletinin bu dünyadaki adakı mevcutluğunun gemini kılıbatımız. Anladın ikinci mesele, meyli soğurokluk olsun, meyli stratejiye veya ki sözünü harbi işlerde sorduğundan meseleler olsun, veya ki kilazınızdan oturup koygan uruş nezirizde veya ki doktor liderlik hattının meselesi olsun, biz bayatına yak tehdit kilovatımız en yukarı derece terbiyeliniz. Yani terbiyeliniz diyende bu neziriye cihetin terbiyeliniz mi, özümüzün vaktinin ünlülük paylanıp, özümüzün hizmet iktidarı, kımmet yaratış iktidarını aşırışını mı, hemini kötü tutudur. Yani terbiyeliniz bu her kandak, herbi neziriye için bulmaydıgan nerse. Adeti bir devlette bir herbi mektepinin buluşu yak bulması. Bir millette şu milletki xas harbi mektepning buluşu bulması, şu milletin dünyadaki siyasi organı belirleyen amil. Bizim hazır kadar milletimizde bir harbi mektep bulmaya geldi ve dünya boyunca belki harbi mektepte okuyan oyunlarımız ait az oluş mümkün. Çünkü biz bunu Polşa'nın xuddi uçar üniversitelere okşar, Uygurlar özümüzün imkaniyetini yetken hazır bu uçur devirden faydalanıp siyasetin ögünüşüne, harbi stratejilerin ögünüşüne ve milletin teşkilinişine gerek olan kademlerini her birimiz ait esaslık bilen ögünüşümüzü zörür dep qarayın. Anladın, yeni bir mühim mesele Jomini'ni oturup koygan ve sözün harbi işler dasturunu tasdiqlayan bir mesele en güçlülerden ittifakdaşlık ornutuş. Güçlülerden ittifakdaşlık ornutuş, ulanın iş kılış usulü bilen iş kılış, dünyadaki köpsanlık adamlarının kazangan forumlasından faydalanış ve muş forumlar. Bu yer Jomini'nin en güçlülerden ittifakdaşlık ornutuş.
bu barlıq hərbi nəzərlərinin yadrosu ikənligini göz tutduq. Barlıq uruşlar əməliyyatda iradə və səbirinin rəqabetidir. Bu Mavzaydan Xitay uzunsuzluğun uruş doğrusunda Sünzininki Beşi Yican qatarlıq tədbirlərdə qayt tilgənilgan və Kilazovizning uruş siyasətinin davamıdır qatarlıq nəzəriyələr isbatlanğan bir qaraş. Ən axırda andın biz bu uruşun içindeki 10 məşhur əsərini doğan Armor Barpa, yəni qalqanlıq uruş və Tangaçlıq qoralıda, yəni Bernard Brodin'in oturup qoyğan nəzəriyəsi yapıb qançaqda fəqət qəlib qılınğan vaxtında uruş qilish. Nəhayət ehtiyat bilan turuş. Yəni şunun bilan bir vaqtda dünyada mana bir formula var. Tinchlikni yaxshi ko'radigan taraf, har qachon urushni yaxshi ko'radigan taraf yengiladi dunyoning qoidasi uchun. Yani şunun bilan bir vaqtda qadam bosqish bilan harakat qiladigan taraf, har qachon qadam bosqishni harakat etadigan tarafning ustini g'alaba qiladi. Bizning bu Uyg'urlarning Xitoy bo'lgan shu navbatdagi qisas masalamizda nurg'un qarindoshlar Qoral Iroqning gapini qilishni bak amr. Lekin qadam bosqishni besishga sal qaraydi-da. Biz bu yerda Qoral Iroqning gapini hozir chiqmaymiz deyishimizda biz oldin qatim tunjlik tadbididan biz dunyo Xitoy o'q atgan vaqtda o'q atsak ondan g'alaba qila olamiz. Dünyanın gücünün paylandıran, dünya bilen maskadan hareket kılgan bu güçünü ve dünya kayıtkıl sisteminde özünün gücünü birlik keltirip teşkilanıp atkan olsa biz hem dünyanın bu niyetini öğrenişimiz gerek olur. Dünyanın teşkil sistemisinden hazır kadar varlık keltirgen siyasi küreçlerinin tecrübesinden biz paylanırsak bizim dünyada yaşayanımızdan ne kıymetli olurdu? Çünkü dünyadaki insanlar partiye kurup, partiyadan parlamentin varlık keltirip o parlamentin hükümet çıkarıp yaşavatı unutgamaz mı ya? Bu devlet yok adamı kurmaydı partinin diyen bazı bir kıyafetler oldu. Anda o aynı vakitte Çıntalan'a karşı Gomi'den kurulgan o. Veya ki hazır Türkiye'ye karşı Kürtlerin partisi bağı. Kürtlerin tak devlet olmayan bilen. Hatta İran'ın şimalda Kürtlerin bilisiyle Demokrat Partisi var, Vatanperver'de kolektif var. Bir neç partiye Kürtler özüsüyle rekabet bilen nihayet bir demokrat şekilde ekonomik tutuşu atılıyor. Yani zamanı bir kıl teşkil şüphet bilen özünün güçünü birlik keltirip atılıyor. Şu bu yerde mesele bu belki benim iktidarım yetmezlik mümkün. Belki benim hizmet usulüm doğru olmaya kalış mümkün. Ama dünya tarafından kabul kılınan bu sistemini Uygurlar kullanışka bugün mecbur, kelgisiz mecbur bu bir formula. Şu ne var bir insan vatan için hizmet kılmaya ki bu iş yekki aldı bulmaydı. Her kanda uluk insan mı aldı desek İbrahim Aleyhisselam'ı yalnız ketken dünyadan Allah'ın peygamber turuluk, o tükeymeyen peygamber bulup turuluk. Nişka yalnız dedi. Devletni yalnız kurulmaydı. 5-10 adam bilen kurulmaydı. Bu bir kolektifin işi. Şunu bu kolektifin hareket gücüne muhtaç olan bir iştir. Şunu bugünkü müşahede olsun, başka harbi nezarlarındaki kitapların içindeki meseleler hakkında en ağırlık belki bir ütüversek, şunu kulağına düşüp kestek bulun. Meselelerini hal kılıdığın bir plan sistemimiz var, sosyal planın sisteminde koyumuz. Yani avval bizim meselemizi analiz kılış, onun için her bir objektini küzütüş ve onun tedbir kullanış, onun karta stratejiye kullanış, onun karta taktikiden faydalanış, onun karta hareket gütüş, en ahırda özümüz kontrol kılabileceğin bir güçünü barlıq keltiriş arkalı meselini özgertiş. Bu dünyanın bu aylanılacak şekildeki mesele kılıdığın bir plan sistemisi. Bu sistemi dünyavi bir formula bu. Şuna eğer Uygur milleti özümüzün kelgüsü meselelerini bir taraf kılımızda ekenimiz, çekimi köp sandaki Uygurlar siyasi teşkilatlara katılış gerek. Bu meyli bizim partiye olsun, meyli başka koşum olsun. Biz yani şu çağda ancak köp sanlık adamlarının katılışısı arkalı Uygurların milli müstakilliğinin ictimai asasını, amüvi asasını yaratalayız. Bayatımız dep öttüm, her bir Uygur bir parça kum, biz birleşsek Barakan bolalayımız. Barakanlar şehrin hükümü yeterliydi vakit gelse. Şun birleşişinin rolü tarifini tarif, bazı kadar intihar muhim bulup geldi. Teşkilinişinin rolünü, halkını seferber kılışının rolünü, imkaniyetimiz yetken dairde özümüzden vatan için kılalaydığı hizmetini aday kılışının rolüne sarkarmasımız gerek. Mesela bir tal yol var, oğlumuzun beşikirdi değil, biz 100 adam bir yerde turadık, bir garda turadık, biz yavadan tutup turayla. Eğer 100 adam, ben bir adam bu şirkete kabul turamayım, hemen derhal kaçaydı için. 100 adamın hemmisinde koyulursa bir-birlep yaydı bularını. Ama 100 adamdan hiç olmaganda 10-20 hareket kilip, töğütümüz on taraf götürülür, töğütümüz sol taraf götürülür, sen ağamızını tut, men kaltakını alay, vaziyet takını kılılıp, teşkilini tut, hareket görse, belki 5-6 adam bile mi bir şeyini boyutunda olursa mümkün. Şunu teşkiliniz, her kandak ahvalasında hatarı düşkegen milletten yüzünü kutkusu birden bir yolu. Meyli tarihi kozalanlığa karaylı.
Mayli tarixdagi siyosiy demokratik faoliyatlarga qaraylik. Ommaviy asos, ya'ni tashkillanish ko'lamining sifati va ko'lam doirasi har qanday bir siyosiy harakatning g'alabasini belgilagan bir omil. Biz oldin qatim birlikda Ruminiyadagi ayni vaqtda Chevskoga qarshi, totalizmga qarshi inqilobning natijasini deb o'tdik. 1000 odam o'tirib chiqqanda kompartiya hukumati bularni so'lidi. 10 ming odam o'tirib chiqqanda harbiy holat yurgizdi. 100 ming odam o'tirib chiqqan vaqtda xalqqa qarata bostirish yapadi. Ammo ko'chaga chiqadigan odam 10 milliondan oshib ketgan vaqtda hukumat tizlanishga majbur bo'ldi. Şun Uygurlarning masalasini hal qilish, Uygurlarning siyosiy irodasi va mustaqillikning bizning qanchalik darajadagi hayotimizning muhim bir qismi ekanligi bo'lgan tunish va mushariyanda jahoratga o'tish bu hammadan muhim masala. Shu nurg'a atrofimizda qarindoshlar to'g'ri qilyapsizlar deb javob berib atrofimizda turyapti. Men dastlablik degan to'g'ri qilyapsizlar degan gapga ehtiyoj yo'q Uyg'urlar. Uyg'ur harakat kuchiga ehtiyojli. Shunga har bir Uyg'ur o'zini chuqur bir tashkilotga tabiat qilish kerak hozir. Bugünkü listeye müşahede olsa soğallan olsa oturup baksak yine faydan sağlandı ki. Yangi leksiyalarınız öz self-explanatory deydi. Yaman düşünüş buldu yani şu an aşkındaki YouTube'dan qarab baktım, Facebook'dan qarab baktım. Aynı sual kömünün bırak üzerinden bir neçe his kılan. Əsrimə ortaklaşım geldi. Mesela aldan kaptam şu Tibetlərinki sürgün hükümetinin başlığı Lapsama nasıl Aksaray'a Türkiye'den kirdi. Aksaray'ınki özününki mesela Trump hükümeti öz teklif edip Aksaray'a girip paranlaştı. Buraya girip herkes kahve içip çay içip inip çıkmaydı. Öyle demiş ki onun bir tarihi ehemmiyeti var çünkü bu 60 yıl 1950 yıldan başlayıp bu 70 yıldan yakın Türkiye'den Aksaray'a bas kirişken. Hem de bırak özümüzden ahvalı siliştirsak mesela Uyguran arasında Aksaray'la kirgenler buldu kirip kampni ahvol to'g'ri so'zlaganlar bo'ldi yoki boshqa sabablardan ko'rashganlar bo'ldi biroq u bir surgun hukumatniki boshlig'ini akirish degan u bir odatdagi odamga kirgan o'xshamaydi. Masalan, u Uyg'ur Amerika Birlashmasi olsun yoki boshqa birlar olsun, hargiz birazini shafaqat qilib emas. Biroq endi bizning o'zimizdan ishimiz qarsak surgun hukumatning hozir 4 yil 5 yil bir neçesi var, bırak bunun keyni 4-5 yıl əzası var. Bir kən köləmlik bir təşkilat emas heç qaysı. Yani onu siz qanday qaraysınız mesela? Yani aştaq bir yerə biz yetib bara alamdıq. Yani benim şəxsən Şərq Türkistan Cumhuriyet Partisi kiriş məqsədim var aynı vaxtda. Dünyanın hazırki siyasətini nəzər salsaq, Uygurğa bizə 70 yılda, belki 100 yılda, belki 100 yıl bir kildiğən bir fırsat kildi vardı. Vaqt saat kelib aşta bir siyosiy sahnada o'tirdiğanda bir o'zimizdan bir tashkiloti bo'lib, necha siz degandek biz Uyg'urlarniki 10 ming a'zolar bir tashkilot yoki 50 ming a'zolar bir tashkilot yoki Uyg'urlarning ikki tashkilot bor, birisida 10 ming, birisida 20 ming. Manchilikning posti vakillik qila olamiz biz. Deb o'zimiz bir vakillik qilib chiqara oladigan bir hukumatimiz bo'larmi? Yoki bir tashkilotimiz, partiyamiz bo'larmi? Uni siz qanday qaraysiz? O'rtoqlashib baqsak. Tibetler bilen bizim ahvalımızda azraq taraflar var hakikaten. Bulup mu bizim teşkillenmiş çıkan polisiyimiz ve bizim destekte vatanımızın çıkan rehberlerinin tanıgan coğrafiyalik orni katarlık meseleler bilen bizim birleşişimiz ya ki bizim siyasi faaliyetimiz asasen Uygurların kolu bulmayken. Etrafımızdaki devletler bizni kozurtup durup paylanıp vakit gelgende satyatta İkinci Cumhuriyetimiz mi? Vakit yapılan çağda oylap qarsak, şu Sovet İttifaqına Xitayga qarşı qo'llangan bir kodiri, Şinstayning shaxsiy intiqom olgan bir kodiri bo'lib qoldi. Buni ko'rdik, ular foydalanib pul tashlab etdi. Xuddi shuningdek boshqa davlatlarmi bizning masalalardan oshliq foydalandi hamda hozir Uyg'urlarning umumiy ijtimoiy qurilmasi, siyosiy ong saviyasi, siyosiy aktivligi qatorliq masalalardan Uyg'urlarni tashkillanishga chaqirishmi bir dushmanlik bo'lib qolgan bir ish bo'lib qoldi-da. Ochiq gap qoldi haq, o'zining vatan uchun kurash qilmaganligining aksicha bir adam kurash qilaylik deb chaqirsa o'chib qoladigan uning uchun meni yon g'ururi tikib ketamdi bu ish bilmadik. Nayt qattiq kayib qolgan odamlarga uchratdim. Endi xuddi shunga o'xshash menimcha Uyg'urlarning tashkillanishini eng xohlamaydigan, tashkilot qurishidan eng qo'rqadigan narsa Xitoy. Xitoy o'zining qo'lidan kelgan barliq vositalar bilan va o'zi hamkorlik o'rnatgan, adliya hamkorlik o'rnatgan davlatlarning qo'li orqali Uyg'urlarning tashkillanishini buzishi va yoki tashkillanishni bir e'tiborsizlashtirib qadrsizlashtirib, mayli shaxs hujum qilish shakli orqali va yoki tashkilotlarni e'tiborsizlashtirish shakli orqali hatto xato bir tashkilotning zo'rayib ketishini qalmaslig'i mumkin. Chunki atrofiga odam o'lashgandan keyin
agar odamlarning ko'pi to'g'rilib qolsa, xato tashkilotmi to'g'rilanib ketadi chu. Biz izchildab ketyapmiz. Navoda xalqqa huquq topshirilsa, har qanday bir xato sistemini tuzab ketadi Uyg'ur xalqi. Chunki Uyg'ur xalqining qinida Xitoy bilan ayrim yashash bo'lgan bir ishtiyoq bor. Şunu hazır kadar Uygur'un meyli casusları olsun, yıkandıkları olsun, tıkı ayrım çetelde oturup çıkıp ben casus, ben Xitay bilen birlik yaşayman dep teşkilat sıkıntı çıkıp bakmadı. Elbet bir atal, sabır boğra bir atal Kurban Maymunek'nin oturup çıkıp sekraşları Uygur milleti vekillik kılamaydı, şahsi erkek. Şahsın içinden gelen türlü ben ikbası insanlar çıkıdı. Neçim 10 milyon insanlar için çıkması o yaran kılarmıdır. Ama teşkilat sıkıntı çıkmadı da. Yani bunu Uygurların köp kısmının müstakillik için çekimi müstahkem meydan ülkenliğine hatta Tibet'ten nurgun kısmı avtonomiya talep kılarak hazır kadar. Ama aladaki teşkili sistemi, aladaki bir medeniyet enenesi, aynı vakitte Dalai Lama'nın çıkıp geçilen başlanan bir siyasi misafirinin devam ediyor. Hem bu yerde Xitay Tibet'in teşkili sistemini buzanmadığımızı buzuştur işte. Biz görüyoruz Amerika'da şimdi siyade Xitay'da işlevatkan bazı bir Tibet casuslarının meselesine ortaya çıkandığını gördük. Ama Uygurların meselesi bizning asosli siyosiy aktivligimizning yetersizligidan, tashkillanishning zarurligi bo'lgan tunishimizning tuvanligidan mutlaq ig'lab ketdi deb qarayman. Endi masalan yana bir savol o'zim shaxsan o'ylashib qoldim. Bu bizning tashkillanmasligimiz siyosiydan bek og'irlab ketganligimizning sababi emasdanki. Xitoyning yoshi besimligidan bo'lib, yoki abay o'zingiz dedingiz tarixni misol keltirib bu tarixini nazar solsak mesela bu Xitoyninki tarixidan uzoqroq bo'lib qoldi mesela. Xitoyning bizni besib olgan tarixidan. Ya o'zimizning mesela mijozimizda, qiyinimizda bor bir ashta tashkillanmaydigan bir mijozimiz bormi yoki yana bir jihat o'ylsak, bu gapni balki ba'zida xato tushunishi mumkin. Lekin o'zimizdan dini bilan bir munosabat qilib qilish mumkinmi? Chunki arab davlatlarini nazar solsak, ularning orasida tashkillanish bir yo'q. Avrupa qarsak mesela Avrupa ittifoqi var, Asiya qarsak Asiya ittifoqi var, mayli Suudi jihat olsun, mayli boshqa jihat olsun. Biroq musulmonlar davlatlar orasida shu faqat bir musulmonlar davlati ittifoqi bor, biroq bu shu amaliyoti bor. Bularga bir nomi bor, amaliyoti bir ishi yo'q, bir tashkilotning birisi, kuchi yo'q. Endi uning sababi nima mesela? Nima uchun birlashamaymiz? Abayda o'tgan gaplarimizni misol og'alarimiz demamiz, tushunimiz nurg'odan, mesela tomoshabinlar olsun, boshqalar olsun. Tashkillanishning qanchalik muhim ekanligini, tashkillanmay qanchalik ziyon tortayotganligimizni, bo'libmi hozirgi vaqtda bir partiyaniki, bir hukumatniki qanchalik muhim ekanligini his qila oladi, biroq bir yerga tashkillanayotgan odam bek oz. Endi buning sababini siz qanday o'ylaysiz? Buningda men o'ylayman, Uyg'urlarning bek uzun davomlashgan namratligi, e'tiqod jihatdan yakillanishi ve Xitoylarning oqidan sağan zulmü tufayli shakllangan umidsizlikning oqidan kelib chiqqan bir shaxsiyatchilik. Shaxsiyatni hammadan muhim bilib olish. Navoda men oldin qizmiklarda misli ta'kidlayapman, qalbimizning 99% yeriga vatanning mustaqillik bo'lgan ochiqlik qo'ygan bo'lsak, bizning shaxsiy adovatlarimiz, bizning bir-birimizning kamchiliklari ko'zimizga ko'rinmaydi qoida bo'lsa. Ammo biz hozir qadar shuncha buyuk ishni qilayotgan bo'lsakmi, xotinlardek ushaq gaplar bilan bir-birimizni yomonlab bir ara kelmaydigan xarakterni davom qilyapmiz. Bu bizning siyosiy safoyimizning tuvanligini keltirib chiqqan narsa. Bu siyosiy safoyimizning tuvanligi bizning bak uzun mezgil siyosiy huquqni ayirib qolganligimizdan munosabat qilish mumkin. Men bu masalani bizning diniy masalamizdan munosabat qilib qaramayman. Masalan, Hindistonning o'zida musulmonlarning mustaqillik sadosi xristianlarning mustaqillik sadosiga qaraganda kuchli. Sobiq Serbiyaga qarasaqmi, Serbiyada hatta sancaklarning nüfus 200 bin kilolgan Bosnak musulmonlari var. Serbiya bilan şu Montenegro'nun çevresinde. Aşılarning mustaqillik sadosi Voyvodonada yashaydigan Vengir xristianlarning mustaqillik sadosini kuchliroq bilindi menga. Masalan, Kosovoning mustaqillik ketishi va Voyvodonlarning mustaqillik olmasligi masalasi qarasaqmi shu. Yana umuman boshqa Rossiyadagi musulmonlarning mustaqillik tutgan pozitsiyasi bilan musulmon emas millatlarning mustaqillik tutgan pozitsiyasi qatori farqlarni ko'ra olamizki, amaliyotda musulmonlar mustaqillikni xohlamaydigan bir millatmi emas, yoki u din bir millatni mustaqillikni xohlamaydigan millat qilib qo'ymaydi. Ammo bizning xarakterimizdagi shaxsiyatchilik, vatanning manfaatini o'zimizning manfaatidan ustun bilmaslik, masalaga umumiy nuqtadan, dunyoviy nuqtadan kuzatish bilan emas, shaxsiy nuqtadan qarab turib olib, bo'ynimizni qattiq turib olishdak arzimas masalalar tufayli biz mujnaq chechilib ketdi deb qaraymiz. Masalan, surgun hukumatimizda kurashgan bilan G'ulom Kamning o'tirishida bir vaziyatlar yuz berdi. Unda bo'lsa kurashgan qoyimatiz emas.
Ulan kıymetli emas. Her şey vatanperver. Yüz işleme bununla. Ama bulanın huy peyli, bulanın vatan için yüzün boynunun vazgeçidiğen, vatan için meyliğo devetaylarının karakterini bombası bilen bula parçalanıp getirip karayın. Oxşaş forumlar başka şartlarımızı mı teklif etmedi? Biz özümüzün şahsiyetini müzakere kılıştın, bir adam oturup koygan fikrini müzakere kılıştın, o adamın yüzünü bahalaşıp ötüp geçiştek, mındak bir şahsi haletten halkımay durup, biz siyasi millet aylanmayız. Taraf Karapaklı, Mavuz'un Karapaklı, Suncunşan Karapaklı, tak yeni zaman Kaşım Taşka, İzzet Begoviç'in hayat oturmuşu Karapaklı, ula perişteki adamlar mı de? Ama ulanı tutkan yolu karsak dünyanın umum formülasına uygun. Yani biz meselenin yüzüge, onun umum formülası ve dünya tarafından kulluk kılınış ehvalı karap durup, fikri karap durup mamlıklısı öğrenişimiz gereken aval. O çağda andın biz vatanın mutlaqlığını hemmeden yukarı hüküm kılıdığın bir asas kanun kıp durup, her kandak bir nesli baha vergen vakitte bu müstakillik paylık mı canlık mı? Bu müstakillik paylık mı canlık mı? Şunu formüla kıtırıp mağalasak, bir nesli red kılışta ve bir nesli mühendisleştirişten bu formüladan faydalanı alayım. Benim için bu meselenin tamamen hakikat buludu. Zulüm bu kadar çekik yetti. Hem de vaktimiz yetti menimce. Hem de uygula inşallah birleşik etimiz. Xudoyim buyursa, dinimiz kelsin. Köpten köp rahmat sizge. Tamashbillahım rahmat. Xudoyim buyursa, bu da qaydap yana janımızda görüşkən ona aman bulunla. İşlerimizni asan qılsın, birleşikimiz qılsın Xudoyim. Bir gün bolsun o baldırak. Özümüzden vatanımız bolsa, özümüzden vatanımızda nefes alsak, şehirdik qeydlanıp atqan, xarolub atqan, zar bolup atqan, jığlab atqan, öldürüp atqan qeyriməşlərimizni bir gün bolsun baldırak qıldıra alsak. Hem Allah'a emanet. Rahmet.